keling hamma narsani o'z nomi bilan ataymiz. Bu yerda sizni shtatingizni olib qo'yilmadi, siz berdingiz. Tushuntiraman. Bo'lishi mumkin siz ish jarayonida sizga rahbar tomonidan ish berish tomonidan aytilgandir, yarim shtatingizga yozing ariza, keyin sizga yana beramiz deyilgandir. Lekin qog'ozda, hujjatda bu narsa siz o'z xohishingiz bilan mehnat shartnomangizga o'zgartirish kiritishni so'raganingiz shaklida rasmiylashtiriladi. Bu nima degani? Siz ishga kirganingizda to'liq stavkaga ishga olinganingiz, qaysidir paytga kelib siz oilaviy sharoitingiz yoki nimanidir bahona qilib, asos qilib yozdingiz, meni yarimga o'tkazinglar deb. Endi bu narsa yarim degani o'tib ketdi qo'shnini devordan nariyoqqa, ish beruvchini haqqiga. Endi uni qaytarib olish uchun ish beruvchi rozi bo'lishi kerak. Ya'ni u sizniki emas uje. U uniki uje. Endi uje siz meni to'liqqa o'tkazing deb ariza yozsangiz, u rozi bo'lsagina bu narsa